o'z saylovoldi dasturimni sizlarga taqdim etmoqchiman. Talabalar g'oya va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, talabalar kengashini ko'prik sifatida foydalanish, siyosiy tahlilchilar maktabi loyihasini joriy etmoqchimiz. Murojaat markazi tashkil etiladi. Talaba bitiruvchi platformasini tashkil etamiz. Saylovlarda faol ishtirok eting. Sizning ishonchingiz bizning g'alabamiz. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Jahongir Muhammadov Baxtiyor o'g'li, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 3-bosqich talabasiman. Sizlarga Talabalar kengashi raisligi uchun o'z nomzodimni taqdim etmoqdaman. Talabalar kengashida ilgari surilgan maqsadlardan kelib chiqib, o'z saylovoldi dasturimni sizlarga taqdim etmoqchiman. Ushbu saylovoldi dasturida quyidagi asosiy ustuvor yo'nalishlar belgilangan. Bulardan dastlabkisi talabalarning ilmiy izlanishlari va innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida bizdagi bor imkoniyatlardan foydalangan holda siyosiy tahlilchilar maktabi loyihasini joriy etmoqchimiz. Loyiha doirasida professor, o'qituvchilar va ekspertlarni jalb qilgan holda ular bilan birgalikda davra suhbatlari va seminar treninglar o'tkazamiz. Bu orqali talabalarning ilmiy izlanishlarida ko'maklashishga yordam beramiz. Ikkinchidan, universitetimizdagi klublar faoliyatini o'rganish va ularga talabalar kengashi vakolatidan kelib chiqib, o'z ko'magimni ayamaslikni maqsad qilganman. Uchinchidan, talabalar g'oya va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, ularning amalda tatbiq etilishi uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida talabalar kengashi vakolatidan foydalangan holda talabalar kengashi, talabalar va rahbariyat o'rtasida talabalar kengashini ko'prik sifatida foydalanish. Ya'ni bunda qanaqa bo'ladi? Har oyda bir talabalar va talabalar kengashi o'rtasida davra suhbati tashkil etiladi. Bu orqali eng yaxshi g'oyalar o'rganiladi va talabalarning tashabbuslari o'rganilib, biz eng yaxshilarini saralab olib, ularni amalda tatbiq etilishi uchun rahbariyatga taqdim etamiz. Shuningdek, talabalarning ovozini eshitish maqsadida talabalar kengashi huzurida talabalar muammolarini o'rganish bo'yicha murojaat markazi tashkil etiladi. Ushbu qo'mita offlayn va onlayn tarzda murojaatlarni qabul qilib, ushbu murojaatlar o'z yechimini topishi uchun rahbariyat bilan birgalikda hamkorlik yuritadi. Bundan tashqari, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bitiruvchilari va talabalari orasida talaba bitiruvchi platformasini tashkil etamiz. Ushbu tarmoq orqali talabalar kelajakda o'zlari qiziqqan sohalarida ishlayotgan bitiruvchilarimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga ega bo'lishadi va ulardan soha bo'yicha zaruriy maslahatlarini olishadi. Qo'shimcha qilib aytganda, talabalarimizni qiziqishlaridan kelib chiqib, universitetimizda madaniy-ma'rifiy tadbirlar, festivallar, turli sport musobaqalari, ularning sog'lom turmush tarzini targ'ib etish uchun turnirlar o'tkazish va talabalarimizning ekologik va atrof muhitga bo'lgan qiziqishlarini, bo'lgan bilimlarini oshirishlari uchun turli davra suhbatlarini tashkil etishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Xulosa qilib aytganda, ushbu barcha loyihalar saylovoldi dasturimning bir qismi edi. Saylovlarda faol ishtirok eting. Sizning ishonchingiz bizning g'alabamiz.